Gumboq. Nima bo'ldi? Nega seni hokimning uyiga tez-tez chaqirishyapti? Shunchaki. Gumboqqa nima bo'ldi? Nega hokimning uyiga qatnaydigan bo'lib qoldi? Gap shundaki, bemahalda bu yerda nima qilyapsan? Taklif qilganingizga roziman. Barakalla. Bu yerda nima qilyapsan? Kichik xo'jayin kun oldi ekan. U hozir yo'q. Kech qaytadi. Gumboq. Men bilan yurchi. Yuxua xonimni uning ibodatxonasiga borib kel. Mana u bola chunxay hududini juda yaxshi biladi. Ketdik. Nimani kutyapsan? Bor. Xonimdan ko'zingni uzolmay qolding-a? Mana uni yeb ol. To'xta. Yaxshisi, xonimimizni xayolingdan chiqarib tashla. Bilmagan narsangni gapirma. Shundoq o'zi aytib turibdi. Saxiyan orolimi? U kimsasiz orol. Chiroyligimi? Odam yashaydimi? Qushlar bilan hayvonlar yashaydi. Yangbogo, Gumbokning bolalikdagi ismi. Qalay? Yumyan. Bo'ldi, yetarli. Men yaqinda Chunxaydan ketaman. Kemangizga meni ham olasizlarmi? Yo'q, xo'jayinim seni olmaydi. Nasib qilsa, yana ko'rishamiz. Mana buni ko'rchi. Bunisi chiroyliroq shekilli. Menga shunisi yoqdi. Qani, yur ketdik. Hammasini aniqladingmi? Ha, aniqladim. Do'stin orolni ham batafsil o'rganib chiqdim. Endi Bigum oroliga qaytamiz. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Qanday ruxsat. Ketdik, xonim. Sen butun boshli rejamizni chiptakka chiqaray deding. Jarga sakra. Yetdik. Xavotirga o'rin yo'q, janob. Tabib nima dedi? Tabibning aytishicha singlim ozgina cho'chigan. Ko'ppa kunduz kuni ko'chada odam o'ldirish faqat juda xavfli jinoyatchining qo'lidan keladi. Chunxay bilan Yunxay bandargohlariga kirib chiqishni qattiq nazorat ostiga oling. Xo'p bo'ladi. Chunxay juda gavjum bandargoh. Agar nazoratni kuchaytirsangiz, savdogarlar Chunxayga kelmay qo'yadi deb qo'rqaman. Bandargohlarimizni qaroqchilarga ochib berishimiz kerakmi? Yo'q, unaqa demoqchi emasdim. Hech qanday shubhali hodisa bo'lmadimi aniqlashsan. Aytganingizdek Gumbokni olib keldim. Hoziroq Bigum oroliga borishimiz kerak. Bigum oroliga nega? Yo'ndal qo'shimcha foyda ko'rish uchun savdo kemalarini ta'mirlashga norasmiy buyurtma olish. Biz faqat harbiy kemalarni ta'mirlaymiz deb o'ylagandim. Yangi ilgari ham ko'p marta bunaqa noqonuniy ishlarni taklif qilishgan edi. Xitoy ketishimicha senga Gonxeom kerak. Gonxeom pasport. Dada, seni Ejinpoga yuborishadi. Boshqa ilojimiz yo'q. Yonunpoda qayiqlar turibdi. Ular sizlarni Bigum oroliga olib boradi. Bularni Yonunpoga olib bor. Xo'p dada. Ketdik. Tezroq bo'la qollaring. Buni Saljuga berasan. Salju, kema kapitani. Ketdik. Ishchilar kelishdi. Kemani tez tuzatish kerak. Men avval kemani ko'rishim kerak. Kemamiz suv osti qoyasiga urildi. Ularni ta'mirlashga kamida 3-4 kun ketadi. Vaqtliroq bitirsangiz haqqingizni 2 hissa qilib to'laymiz. Iltimos imkon qadar harakat qiling. Sizlar kema oldida ishlaysizlar. Soat 5 ga qaytishimiz kerak. Shoshilinglar. Xo'p. Kemasozlar kelishdi. Hozir kemani ta'mirlashyapti. Ular bizning kimligimizni bilishadimi? Kemamizni savdogarlar kemasi deb o'ylashyapti. Xo'jayin Yumyan kelibdi. Chunxay atrofidagi harbiy istehkomlar qayerda joylashgan? Asosiy qarorgoh bu yerda Yangdorida. Yaxshi qurollangan istehkom mana bu yerda joylashgan. Daishiri bilan Yungdorida ham kichik istehkomlar bor. Ular nechta? Agar harbiy qal'aga hujum qilsak, boshqalardan xavotir olmasak ham bo'ladi. Agar ularga xabar yetib borsa ham Chunxayga kelgunlaricha 2 kun vaqt o'tadi. Bugun juda ko'p ishladik. Xo'sh, qalay bo'ldi? Kamida 3-4 kunda ta'mirlab bo'lamiz. Juda so'z. Gumbok bilan Yungyo og'izlaridan gullab qo'yishmasin tag'in. Dada. Ha. Sizda bitta kema bor. Menimcha biz ta'mirlayotgan kema savdo kemasi emas. Bularni qayoqdan bilasan? Xitoyga qochib ketishim uchun kerak bo'lib qoladi bo'lgandim. Yomon gumonlarga borma. Qilich bosishni o'rganmaganman deganding. Menga ozor berishni rejalashtirib yurgan bo'lsang kerak. O'ldiraman seni. Jangum!
Hammasini o'zingiz boshladingiz. Iltimos to'xtang. Sen ketishing mumkin. Men shaxsan oraga bormoqchiman. Sen Chunxaydan ketganmisan? Doim ketishni orzu qilganman. Nega shunday go'zal joyni tashlab ketmoqchisan? Nima uchun? Bu yerda odamlar tirikchilik qilish uchun har kuni quturgan dengizga qarshi kurashishadi. Seni oilangni ham shu ko'lga solishganman. Meni ham. Endi qaytishim kerak. Dada, dugonni olib keldim. Zudlik bilan bugun orolga borishing kerak. Chunxay bandargohidan chiqib ketasan. Yaxshi. Xayr. Qayerga ketyapsizlar? Harbiy kemalarni ta'mirlashga. Yaxshi, o'tavering. Kema sozlari hozirgina kelib ishga tushib ketishdi. Nimaga tikilib qolding? Dada. Kemani hamma yerida kuygan dog'lar bor ekan. Qaroqchilar doim savdo kemalariga hujum qilishadi. Savdo kemalarining tag qismi yuk tashishga mo'ljallab qalin og'ir qilib ishlanadi. Menimcha bu savdo kemasi emas. Qaroqchilar kemasi. Yo'qni ham boshqalar ham bilmasdan ishni tezroq bitirib bu yerdan ketishimiz kerak. Ishni bitirdik. Katta rahmat sizlarga. Endi ketishinglar mumkin. Ketdik. Siz bilan gaplashmoqchim kerak. Bu juda muhim. Buni xaltangga sol. Namunchasini ishlab tekshirishmasa, Qandaydir qaroqchini qidirishayotgan emish. do'stim, xavotirlanma. Biz Chunxay kema sozlik korxonasida ishlaymiz. Harbiy kemalarni ta'mirlab qaytyapmiz. O'taver. Nima gap? Toshqali odam, qaroqqa suzib chiqsa, sizni ko'rsatmangiz kerak. Qaroqchilar kemasi? Bu savdo kemasi emas, qaroqchilar kemasi ekanligi aniq. Topishing uchun senga ish berdik, rahmat deyishni o'rniga bizni yomonotib qilyapsanmi? Yig'lama. O'char dedim senga. U o'zini beog'dor qilib ko'rsatyapti. Adashayotgandirsan. Endi sen menga tushuntirib ber. Agar u savdo kemasi bo'lganda ham baribir jazolashardi-ku. Do'stim, biror gap bo'ldimi? Nega orolda ta'mirlagan kemamiz qaroqchilarniki ekan. Nima deyishdi? Xabarlar yo'qligini aytishdi. Hokim janoblariga ko'rgan eshitganlaringni aytib ber. Bu odamni so'roq qilding. U aytayotgan orol Bigum oroli ekaniga ishonchimiz komil. Ularni ko'rsang tanay olasanmi? Ko'rsam tanay olaman. Kema sozlik korxonasini tintinglar. Nimalar bo'lyapti? Bandargohni yopamiz. Bu hududni hamma tark etish kerak. Amaki, bundoq. Bu yerda nima qilyapsiz? Qaysidir ahmoqlar qaroqchilarning kemasini ta'mirlabdi. Shuning uchun qaydnoma daftaringni ko'rsat. Ichkariga kiring. Nimani aniqlading? Aytishlaricha Xitoy savdo kemalari Chunxaydan 15-da kelar ekan. Dada, Xitoy kemalari Chunxayga 4 kundan keyin kelar ekan. Ko'p kutolmaymiz. Chunxaydan bugun kechasi ketamiz. Kim bor bu yerda? Choramiz qolmadi. Sizlar mendan oldin ketinglar. Dada. Iltimos tirik qol. Yugur tez. Yugur. Ana bu yerga. Bu ona.